Mani kofe mashinkam buzilib qoldi. Bilasizlar, kofesiz qaltirab turaman. Pochchaylar yangi mashinka olib berdi. Hozir sizlar bilan raspakovka qilamiz. Mana yangi krasavitsamiz qizlar o'rnatildi. Hozir mamatiga suv quyish kerak. Maminga sut quyish kerak agar kapuchino yoki-da latte xohlasanglar. Hozir hammasini yoqamiz. Eng men kutgan narsa mana mamma. Nima mezza. Stilni, lekin yoqamiz. Okey. Bu avtomaticheskaya kofe mashinka. Oldin qo'limda ko'pirtirardim-ku, mana bu narsada sutni. Bu o'zi ko'pirtiradi. Suv quyamiz bunga. Sutni ham quyamiz. Mana bilmayman qancha quyish kerak, lekin to'g'risini aytsam, mana shu yetsa kerak. Qopqog'ini yopamiz buni. Niye yopilmayapti? Bunaqasiga ham farqi bor ekanda. Buni qo'yamiz. Hop, ana yoqildi, ko'rdinglarmi? Mana shunaqa kofelar qilsa bo'lar ekan. Mana bunisiga kofe hozir solamiz. Endi mana bunga o'rnatish kerak-da hozir. Ana почти tayyor do'stlar, qaranglar, chashkani qo'yamiz. Mana bu narsasini bundoq qilsanglar, voy. Bas, oldin chiqazib olay-a. Bundoq qilamiz. Mana sut tushadi-da. Endi kapuchinoni tanlaymiz. Qani? Ketdi. Sharmanda qilma. Mapala. Boshladi. Sal kutish kerak ekan-da. Endi по-моему ani suti chiqsa kerak. Tak, mana bilan ko'pik tushib boshladi. Kapuchino tayyor bo'lyapti.